Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Mana bugun 7-iyul ko'pdan kutgan videoңызды chiqarish uchun mana Targovoy bozoruna keldik. Bu yoqdan hozir mol bozorda bu tartib chiqdik. Soat 7:30 da o'sha tartib bitirib qo'ydik. Erta kelganlik. Endi sizlarga Guruch bozorda tartib ko'rsatib ketamiz. Bu yoqda kelmaganime ancha bo'ldi. Biroq bu yoqda tanishlar meni unutib qoladi ekan. Ko'ramiz hozir. Reklamalar bo'yicha qayrilib o'zingizlarning jeki reklamalaringizni biz orqali jaraga chiqarib foydalansanızlar bo'ladi. Targovoy mal Guruch bozor. Qadamjoy O'sh, Qadamjoy aeroport qattami bo'yicha taksi xizmati. To'mongi nomerga baylanishingiz. Tayirbek Mirza xizmatingizda. Bu yerdan sizlarga hozir Guruchlar qanchadan bo'lib qoldi aytib ketamiz. Assalomu alaykum. Qanaqa qimmat Guruch? Bu maydasi bu yerda? Bu yoqda Uzroslar ha? Qancha bo'ldi uzros Guruchlar? 65-66. Guruchdan so'z qimmat bo'lib ketdi, aka. Oshishda qiyin bo'lib qoldi hozir. Uzros qancha deysiz? 65-66 ekan uzros. Yaxshi. Blokalarga to'yachami? Assalomu alaykum. Qaysi sorti Guruchdan bu? Lazer degan. Lazer. Qanchadan bo'ldi? 95 gacha bo'ldi. Uzrosdan qimmat ekan lazer. Biroq baribir Soyuzga yetib ketadi. Soyuz ham populyarni bo'ldi-ku. Şöyle turganlar bo'lib qoldi, hurmat ko'ruvchilar. Soyuz qo'shib qo'yaylik. Guruchda o'zi bilan. Bu qaysi sorti? Bular Andijani. Qancha Andijani? Andijan 70. Andijan 70 so'm ekan. Lazer 95 so'm, Uzros 65 so'm ekan. Shu bozorimizni bersin. Bunda basorat qilmayman bunda. Joylariga o'tamiz hozir. Buna sizlarga Targovoydagi Guruchning mekani. Guruchni kelib o'sha yerdan optim olib ketasizlar, qalasanızlar kilogrammda olib ketasizlar. Buna o'shlagan Guruchlar boshqacha ko'rinib turadi, o'shalay ko'ydagi. Qaysi sort bu? Lazer. Lazer ekan. O'zgacha bu. Qancha lazer bo'lsa? 90 ta lira bo'ldi. 90 ta kerakinde ekan. Bazoringizni bersin. Buni olgan boyag'i sizlar emeda ko'rgan akam. Assalomu alaykum. Qanaysiz? Yaxshisiz. Halmenda bor, chingiz akam. Yaxshisiz? Densoqlar yaxshimi? Sen dog'ini topib yurasizmi? Assalomu alaykum. Qanaysiz? Targovoyga ham keldim-da. Targovoyga men zakaz qildim-da, mana keldim. Ha, ana. Guruchlar ko'rsatib, bu yoqqa qarab mana bu yoqda. Bo'ldi. Daha bir joy. Mana shu Targovoyni emas, ko'rish. İşler yaxshi ekan. Bu qancha bo'ldi atanan Guruchlar? Mana da Guruchlar qancha 70, mana da Uzros degan qanday Guruch bor mana da. Aha. Ular 70 so'm deb 68 dan bermoqda. 68. Toza Guruch. Mana da katta Guruch degan bor, sinflar. Şöyle böyle. Cemge qaysi bor, cemge? 20-21 so'mdan buna. Targovoyda. Sizde уже ko'p tanib qoldi. Chiqarishimdan buni. Oldi satarlarni tartdi. Aydarkanga barsanızlar ishlagandan alasizlar. Guruchni yaxshisini aparat. Doron akamiz, ha? Doron aka. İşingizga egilik. Manalar oldi satardi. Bular o'zi olsatar deb qo'yadi buni. Aka, hozir bir tartib olayim. Kelanda. Bu yog'ida bo'lsa, buni hozir sizlarga tartib ko'rsatib ketamiz. Guruchni ko'rdingizmi buni? Guruchning keni o'sha yerda. Jaydari Guruch bormi? Assalomu alaykum. Yo'qmi? Jaydari Guruch shu narxi boshqa o'xshaydi. Bu yoqda da bozor.
Bozorda qiziqlar ko'rdingizlarmi? Assalomu alaykum akalar. Jaydari guruch bormi? Jaydari guruch. Qana, ko'rsatingizlarchi. Ushulmi? Qancha bo'lib o'tadi? 120 so'm bo'lib o'tadi ekan. Guruchlarning ham eng qorozi ushulda, to'ylarda, oshlarga. Ha. Alasizmi deysizmi? Biz tartamiz-da, YouTube'ga chiqaramiz. Bu boshqacha raqammi, undan bular? Ökoy birmi? 120 buldag'i. O'shandaymi? 150? 150 so'm ekan. Yaxshi. 150 so'm ekan mana. Bozordagi qiziqlar. Торговый guruch bozori.